Assalomu alaykum. Bugun challenjimizning 9-kuni. Bugun sizlar bilan ovqatlanishni kontrol qilishda yordamchi bo'ladigan Fat Secret programmasi haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda ya bo'limiga kirsangiz, o'zingiz haqingizda danalaringizni yozsangiz bo'ladi, o'zingiz vesingizni qo'shsangiz bo'ladi. Yeyotgan ovqatingizni mana bu yerda sizni vesingizga qarab bazal metabolizmingizni hisoblab beradi. Mana bu yerda vesingiz, mana bu yerda dam olganingiz, trenirovkalaringizni ham kirgizib borsangiz, o'sha 1 soat fitness yoki 1 soat crossfit bilan shug'ullangan bo'lsangiz, o'sha 1 soat ichida qancha energiya rasvot qilgan bo'lsa, o'shani ko'rsatib beradi. Va bu yerda dnevnikka kirasiz, obedga nima yeganingiz haqida, завтракка nima yeganingiz haqida, misol uchun ovsyanka yoki kurunli grudki nima ovqatlangan bo'lsangiz, grammajlarigacha yozib bersangiz, bu yerda sizga kilokaloriyani hisoblab beradi va mana bu yerda o'sha kilokaloriyani nazorat qilib turadi. Nafaqat bu yerda kilokaloriya, balki o'sha yegan ovqatingizni tarkibidagi oqsil, uglevod, kletchatka, yog'larni ham birga qo'shib hisoblab beradi. Faqat ichiga to'g'ri biriktirish kerak. Agar mana bu yerda yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'sha bu yerga poisk orqali qidirib topsangiz bo'ladi. Fat Secret dasturi bu vesingizni kontrol qilishda, ya'ni ovqatlanishingizni kontrol qilishingizda eng yaxshi yordamchi hisoblanadi.